قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni Nuh aleyhisselamның vaqaligidan hayotlığımızda yol ko'rsatadigan chirog'ni, nurni erishishga nasib qilsin. Oldingi darslarda Nuh aleyhisselamninki da'vatni qanday boshlaganligi, xizmatininki davomi, oilasining pozitsiyasi, jamiyatdagi katavashlarning pozitsiyasi bo'lgan, oxirisida ularninki, ya'ni o'z xalqininki to'g'ri yo'lga kirishi, hidoyat tepishininki yiroqligini ko'rgan vaqtda Alloh subhanahu va taolodan ularga duo qilganligi, Allohning ularni g'arq qilganligi haqida to'xtalib o'tdik. G'arq bo'lgandan keyin, ya'ni o'z qavmi iymon keltirmaganlar, halok bo'lganlar g'arq bo'lib ketgandan keyin Nuh alayhissalom tabiiy holda vafot topdi, lekin qanchalik vaqt, ya'ni qanchalik vaqt yashaganligi aniq emas. Qur'oni Karimda bo'lsin, payg'ambarimizning sunnatida bo'lsin, Nuh alayhissalom zaminni suv esib kafirlar halok bo'lib, yüze ve müminler hayat qolgandan keyin manchilik yaşagan degan bir tarixiy isbot yo'q bu haqda. Shuning uchun chunki uninki manchilik yaşagan deyishning bizningki hayotimizda alohida zo'r ahamiyati yo'q. Bugun Nuh alayhissalomninki vaqasidan umumyuzlik ma'lum muhim darslar, ibratlar haqida to'xtalamiz. Birinchi o'lab biz nima uchun to'xtalamiz bu haqda desa, Alloh subhanahu va taolo nurg'un payg'ambarlarning ismlarini bayon qilib, shu oyatning oxirida bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib nima degan desa, ulaikallazina hadallohu fabihudahu muqtadi. Ash yuqorida ism bayon qilingan payg'ambarlar bo'lsa, Alloh hidoyat ato qilgan, Alloh ko'rsatgan yo'lda mangan haqiqiy yaramliq insonlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sanmu ashularning yo'lig'ichu ergashgin deb buyurgan. Mushu buyrug'iga asosan biz Muhammad alayhissalomning ummati bo'lib suhbatimiz bilan shu payg'ambarlarningki da'vatdagi xizmatining qanday bo'lganligi, o'z xalqi bilan bo'lgan muomalasining qanday bo'lganligi, qiyinchilik duch kelsa qiyinchiliklarni qanday hal qilganligi, nurg'un hayotimizda shu payg'ambarlarning ish izlariga ergashish, mana bu bizning burchimiz, mas'uliyatimiz. Biz Nuh alayhissalomninki hayotga qaraydigan bo'lsak, eng birinchi bo'lib biz diqqat qilish tegishlik bir nuqta nima desa, biz o'zimiz mayli diniy da'vatchi bo'layli, mayli siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullanayotganlar bo'lsin, mayli ma'lum bir tashkilotning boshlig'i bo'lsin, har qanday bir umumiy xalqning ishiga mas'ul bo'lgan, umumiy xalqni yetishga mas'ul bo'lgan har qanday odam birinchi o'lab diqqat qilish tegishlik nuqta nima desa, o'z xalqi, o'z doirasi, o'zining qo'l ostidagi kishilar bilan muomala qilgan vaqtda gap so'zda nihoyatda mehribon bo'lish, kuyimchan bo'lish, siliq bo'lish. O'zininki qo'l ostidagi yoki o'zi yetaklamoqchi bo'lgan, o'zi boshlamoqchi bo'lgan kishilarga gap qilgan vaqtda qo'pollikdan, eski gaplarni, sat gaplarni qilishdan chuqum yiroq bo'lishning zarurligi mana bu Nuh alayhissalomning vaqasidan, da'vat uslubidan va shundaqli bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xizmat uslubidanmi chiqiblam turdi. Chunki Nuh alayhissalom o'ziga shundaq askilik qilgan, yo'liga ergashmagan kishilarga deydigan gapini metedisi, ya qavmi, ey xalqim, ey xalqim deb o'zininki shularning ichidan bir inson ekanligi, o'zining boshqa bir planetdan tushib qolmaganligini eslatgan asosda shu gap qildi. Bizning ichimizda bir qism insonlar va o'zininki Uyg'ur bo'lib qolganligidan pushmon qilgandek gap qildigan, Uyg'uril degan anda deb o'zining xalqini o'zi qamchalab, ayblab, mushundaq gap qildigan insonlar va bular o'zining xalqi ichida qanday xizmat qilishni bilmaganligi
bular mındaqcha aytganda tuzkor insonlar. Haqiqiy o'zining xalqiga kuyindigan odam o'zi har qancha iqtidorli bo'lsa-mu, har qancha ilm egisi bo'lsa-mu, cho'qim o'zining shu xalq ichidan chiqqanligini unutib qolmagan asosda gap qilishi lozim. Eng birinchi bo'lib diqqat qilish tegishli nuqta nima desa, biz kishilarga gap qilgan vaqtda mayli oilamizga, do'stlar bisimizga, sherik tijoratchilar birsimizga, shundaqla siyosiy tashkilot mas'ullari o'zining xalqiga xitob qilgan vaqtda cho'qim kuyimchanlik, mehribonlik uslubini o'zininki birdan-bir tutib mangadigan, qo'llanadigan uslubi qilishi lozim. Bu birinchi nuqta. İkinci nokta nima desa, Allah subhanahu va taologa qiladigan xizmatninki, ya'ni da'vat xizmati bo'lsin, ilmiy xizmat bo'lsin yoki siyosiy xizmat bo'lsin, vatanning ozodligi uchun har qanday xizmatda izchil bo'lishninki zarurligi. Chunki Nuh alayhissalomning hayoti qaraydigan bo'lsak, yuqorqi darslarda so'zlab o'tdik. Xizmatida kecha demagan, kunduzni issiqkan, havosi ya so'g'aqkan demay, har qanday vaqtda tirishchanlik qilgan. Mayli oshkor uslubda bo'lsin, maxfiy uslubda bo'lsin, demak hayoti 950 yillik hayoti nima bilan o'tgan desa, xizmatni izchil davomlashtirish bilan o'tgan. Mana bu izchillik o'quvchining olim bo'lishdagi birdan-bir yo'lmi shu. Siyosetchining g'oyasiga yetishdagi birdan-bir yo'lmi shu. Tijoratchining o'zininki qilayotgan ishini g'alaba qilishidagi birdan-bir yo'l nima desa, o'zining qilayotgan ishidan zerikib qolmay izchil davomlashtirish. Mush ish to'g'rilan bo'lsa, har qanday to'g'ri ishda cho'qim izchil üzülüp qolmay davomlashtirish lozim. Shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amalning qaysi yaxshi desa davomlashqani agar az bo'lsa-mu degan. Demak, davomlashgan, üzülüp qolmagan amal, xizmat bu hammadan natijaga erishtirdigini mana shu. Ikkinchi muhim nuqta nima desa, xizmatda izchillikni o'zimizninki mas'uliyati, majburiyati deb turish, mana biz buni Nuh alayhissalomning hayotidan nihoyatda aniq ko'rib olamiz. Uchinchi alohida muhim bir ibrat, darslik nima desa, bu voqelikdagi Nuh alayhissalomning o'zining xalqini to'g'ri yo'lga yetaklashda qiziqtirish va shuning bilan birga qo'rqitish uslubini qo'llanishi. Mana biz da'vatchi bo'lish suhbatimiz bilan odatda xalqni to'g'ri yo'lga yetaklashda cho'qim Allah rozi bo'ladigan yo'lda mangsangiz, Allah buyurganini qilsangiz, siz dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin, Allohning rahmatiga erisha olasiz. Dunyoda rahat farog'atga erisha olasiz, xotirjamlikka erisha olasiz, boylikka erisha olasiz deb mush uslubni qo'llanish bu shariatga qat'iy zid emas, ixlosga zid emas. Hozir vatanni mustaqil qilish, masalan, xalqimizningki iymoni, islomini yurtimizni saqlab qilish uchun tirishchanlik qilgan vaqtda, oxirisida bu asl eng muhim diniy xizmat. Bu xizmatdan kelib chiqadigan natija nima desa, cho'qim mustaqil bo'la olsak, xalqning xotirjamligi. Ikkinchi bo'lib boyligi. Uchinchi bo'lib o'zining qilaman degan ishini qilib yashayalaydigan bir muhitning hozirlanishi. Mushularning hammasi shu ixlosga zid emas. Dinga zid emas. Biz hayotimiz, ilmimiz hammasi Alloh uchun deb bu bizning e'tiqodimiz. Lekin mushu Alloh uchun bo'lgan mushu g'oya nishon yo'lida natijaga erishgandan keyin dunyodami nurg'un rohat farog'atga, xotirjamlikka, boylikqa, iqtisodga ega bo'lsak, bu Allohning bagini. Shu Nuh alayhissalom nima dedi desa, sizlar menga ergashsanglar, Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga yursilis samaa alaykum midrara va yumdirukum bi amwali va banin va yaj'al lakum jannati va yaj'al lakum anhara. Yani to'g'ri yo'lni topsanglar, Allah sizlarga osmondan barkat yog'dirib berdi, yomg'irni shundoq yog'dirib berdi. Sizlarni mol dunyo bilan, ko'p ballar bilan ta'minlaydi, ko'p ballarni sizlarga ato qiladi deb dunyoda inson yaxshi ko'radigan mol dunyoni va shundoqli barkatni, bolalarni Allohning berdiganligini shu xalqiga deb turib, qiziqtirib turib o'zining yo'liga chaqagan, da'vatiga chaqagan.
Şunu bizmi xalqimizni mustaqillik yo'liga da'vat qilishda, bu yo'lning birdan-bir sog'lom, to'g'ri yo'l ekanligini tuntishda, bu yo'lda izchil xizmat qilishga qiziqtirishda siz mustaqil bo'lsangiz, manda rahat farog'atga, manda alohidlikka, imtiyozga erishsiz deb tashviq qilishning o'zi bu dinimizga zid gap emas, ixlosga zid ish emas. Buni chuqum bilishimiz lozim. Ve şundaqla bunun aksida andan qo'rqitish, ya'ni siz Allohning yo'lini chatmasangiz, vataningizning mustaqilligi uchun tirishchilik qilmasangiz, xohlagan ishingizni qilib yursangiz, dunyoda mu xo'rlik qilasiz, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloning azobiga duchor bo'lsiz deb tashviq qilishning o'zi bu mu shariatning taqozosi. Nuh alayhissalomning shu da'vat uslubidagi eng muhim uslublarning shu biri. Nima deb chaqirgan desa, hammamiz bilamiz, yuqorida necha qatim deyildi. Nuh alayhissalom agar sizlar mening mushu da'vat qilgan yo'limga ergashmasanglar, sizlarga Allohning azobi pat yaqinda keladi. Allohning azobi kelgan vaqtda sizlar hech qanday qochadigan yer topolmaysizlar. Sizlarni qutqizib oladigan bir yordamchimi ham topolmaysizlar deb o'zining xalqini alohida ogohlantirgan. To'rtinchi, biz alohida diqqat qilish tegishlik bir nuqta nima desa, har doim bizning dushmanimizningki bizga qarta yolg'onni to'qib, bizni tuhmat qilishga urinib turadiganligi. Bu urinishlarga pisand qilmaslikninki zarurligini bu vaqalikdan biz ko'rib olamiz. Ya'ni Nuh alayhissalomning vaqaligidan ko'rib olamiz. Nuh alayhissalom shundaq to'g'ri yo'lga chaqiribsa, bular Nuh alayhissalom nima degan? Aqlsiz degan. Sarang degan. Aqlsiz, sarang, uchi, buchi deb qilmagan, tuhmat qilmagan. Shundaq masxir qilgan. Shundaq qilgan vaqtda laysa bi dalala, laysa bi safaha deb o'zining qat'iy azg'un emasligi, aqlsiz emasligi, nodon emasligini o'zining dushmanlariga alohida o'ttirib qo'ygan, tushundirgan, lekin o'zining xizmatidan to'xtab qolmagan. Shuning uchun biz hayotimizni qaraydigan bo'lsak, bizning dushmanimizning uslubi qaraydigan bo'lsak, har doim bizni yolg'onga chiqarish, har xil bana tuhmatlar bilan, bular bizdan terrorchi deydi, bizdan bo'lginchi deydi, bizdan u deydi, bu deydi. Hatto chet ellardagi axborot sohasiga nurg'un mablag' solib, nurg'un pul xarjlab bizni yolg'onga chiqarishga kuchaydi. Bu yolg'onga chiqargandan keyin biz gapni qilib, bizni hammani biz xalqni ishondirolmaydi ekanmiz, ya insoniyatni ishondiranmidik deb to'xtab qolish lozimmi yoki xizmatni davomlashtirish lozimmi, izchillik lozimmi desa, albatta izchillik lozim. Chunki dushmanning quruq gapi, zolimningki tuhmati tugamaydi. Burunqi olimlarningki gapi va zolim degan zulm qilish uchun buning sabab ketmaydi deb. Har qancha yumshoq o'ppasimi, ya'ni zulmi tugmaydi. Buningga qarshi turmasimi, ya'ni zulmi tugmaydi. Tarixdan buyon biz bilamiz vatanimizda qanday ishlarning bo'lganligini. Shular bilan shundaq hamkorlashib, hatto shularning xizmatini qilganlar bugungi kunda nada? Yani bugungi kunda shu zolimlar bilan hamkorlashgan, shuning xizmatini qilgan nurg'un milliy munofiqlarmi turmalarda. Milliy munofiqlarmi jazo lagerlarida. Nima uchun desa, u zolim. Zolim uchun zulm qilishga sabab ketmaydi. Shuning uchun biz o'zimizning to'g'ri yo'lda ekanligimizga haqiqiy ishonchimiz bo'lsa, chuqum yo'qlar chuqum buni ishonish lozim. Ya'ni bu dushmanningki bizga zulm qilish uchun sabab ketmaydi. Zolim bo'lg'achqa, bizning yurtimizni besib olgan bo'lg'achqa, shuning uchun bizga zulm qiladi. Qachoniki yurtimizning bu dushmanni qo'g'lay olsak, u chaqda buning zulmidan qutulamiz. Buningdan boshqa bu zulmdan qutulishga yo'l yo'q degan haqiqatni hammamiz tunishimiz lozim. Nuh alayhissalom shundaq chiroyli gap qilib tursa, shundaq go'zal uslub bilan chaqirgan bo'lsa-mu, Nuh alayhissalomni sen sarang, yolg'onchi, aqlsiz, azg'un degan gaplari tugmagan. Bizning dushmanlarimizning hozirgi tugmadi, buningdan keyinmi tugamaydi. Qachoniki biz haqqimizni qo'limizga olmag'achalik
düşmanning töhmetidan, düşmanning quruq gaplaridan ço qutulanmaymiz. 5. alohida diqqat qilish tegishli bir nuqta, bir ibrat mush vaqalikdan Nuh alayhisalomning vaqaligidan oldigan nima desa, düşmanning suiqasdlarini bizga qarshi qiladigan hil mikrlarini obdan bilishimiz. Düşmanninki suiqasdlari Nuh alayhisalom qarta qanday bo'ldi desa, har davom ergashgan kishilarninki nayet aciz, bichara, jamiyatdagi kambag'al odamlarninki Nuh alayhisalomga ergashganligi bilan Nuh alayhisalomninki qavmi xalqidan ergashmaganlarcho shuni bana qilgan. Va sening ergashkishlaring qarasak, nayet jamiyatdagi eng puchak, nachar odamlar, kambag'al, bichara odamlar sen bilan birga ekan. Sen aşuranı qo'g'lib etsan, ularning yanida sen bo'lmasang, biz mumkin sana ergishib qilishimiz. Wa ma naraka ittaba'aka illa allazina hum araziruna badiyar ra'y. Yani sana ergashganlar bizning ishimizdagi eng tuvan odamlar. Har mayli iqtisodda bo'lsin, mayli huquqda bo'lsin, har qanday bir selishtirish bo'lsa, eng tuvan odamlar sana ergishibdi. Agar sen ularni qo'g'lib yutib qolsang, biz sana ergishimiz. Ve qalu enu'minu leke vettebe'akel erzalun. Depço bula ergeç kişilerinin yarmas edemligi. Yani kembağal edemler, cemiyette abruyu yok ademlerinin ki Nuh Aleyhisselam'a ergeçkenligini bana kıp durup, yüzüço Nuh Aleyhisselam'a ergeçkeni unumagan. Bu düşmanının en muhim suikastının biri. Vatanimizde qaraydigan bolsak, adette siyasiyonning bay bo'lishinin oldini olish, olimlarningki alayda bir iqtisod tepib ketishining oldini olish, bularni amal qilib jamiyatdagi eng bechora, iqtisodiy tarafdan tuvan odam qilib har holatda yashashga majburlash bu dushmanning siyosati, dushmanning qo'llanib kelgan uslubi bo'ldi. Pul topganlar, shu kommunistga yaqin turganlar, shu yoki shuning xizmatini qilganlar, yoki shuni bilan hamkorlashganlar jamiyatda pul topdi, o'rin topdi. Ular qarshi turganlarcho, o'zining maydoni bo'yicha sog'lom yashaganlarcho desa, bularcho alohida jiq pulmicho topolmadi nurg'unlari. Dushmanning buningdagi maqsadi nima desa, sen biz bilan hamkorlashmasang, biz bilan birga yashashga rozi bo'lmasang, mana shunda kambag'al bechora qolasan demakchi. Nuh alayhisalomning qavmicho mush uslubni ishlatdi. Makka mushrikleri qo'llangan bu uslubni. Makka mushrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kuni Hubay ibn Arad radıyallahu anhu ve şunudek aşında kambag'al sahabe bilan o'ltasa Resulullah'ın yanına kelib, "Vay, senin yanında mademni kessin, mademni kesse biz sancho ergishishimiz mumkin" degan. Muşnaq degan vaqt Allah subhanahu wa ta'ala "Ve la tatrudillezina yed'un rabbahum bil ghadati vel ashi yuriduna vejha." Sen üzerinin yenidiki her günü Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığını izlep, keç gündüz Allah'ın dininde menişqa hareket kılıvatkan, tirişçallık kılıvatkan, özünün faravedigarı dua kılıvatkan kişilerini üzerinin yenidiki qoğulup etme. Her qancha şopkesi qo'g'lib etme. Yani cemiyetteki katavaşlar Müslüman bo'lib qolamiki, to'g'ri yo'lga kirib qolamiki degan banadicho, yani degan yaxshi maqsad bilanmi ma yeningdiki bechora sana ergishib mangan, sening yo'lingda birga tug'an, sen bilan birga tug'an kishilarnicho qo'g'lib etme deb Allah subhanahu wa ta'ala alahidicho bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ashular bilan birga turishga buyurgan. Demek bunundan biz dini alimlar bo'lsin, meyli siyasi faaliyet qilayotganlar bo'lsin, japolik kunlarda, qiyin mushaqqat uchragan kunlarda, az kunlarda sapni kuchaytirib, birga mangan sabdoshlarnicho ching tutishning zarurligi. Keyin jamiyatdagi da'vo odamlarining ko'payishi, xizmatchilarning ko'payishi bilan hele ki burun biz aciz vaktimizde, sanımız az vakitte birga mangan bechoralarni unutmaslik, belki bularni qadrlash.
keyinkilar nurg'un odamlar jamiyatdagi o'rin, iqtisod yoki obro'y mush da'voda bo'lib qolsa, buningdan da'vo sifatga kiradigan odamlar yo'q emas. Lekin haqiqiy biz ko'ngil bo'lishga tegishlik, haqiqiy hamsuhbatda birlikda mengishga tirishishga tegishlik kimlar desa, biz da'voda ojiz, xizmatda ojiz, kambag'al, mushundaq vaqtda bizga bilan da'vatchilar bilan, siyosiy xizmatchilar bilan, tashkilotlar bilan birga turgan odamlarni ching tutish, mana bu g'alaba qilishninki yo'li bu. O'zimiz bilan uzun yil birga bo'lgan kishilarni keyin obro'y va ya pul va ya u bu degan mushunda odamni uchratgan vaqtda ko'ngillarni tashib o'tish bu vafosizlik. Xuddi bu nimaga o'xshaydi desa, kambag'al vaqtda jafoga chidab, uydagi kambag'aldachilik chidab yashagan ayolni boy bo'lgandan keyin, pul topgandan keyin o ayol chiroyli ko'rinmay, sat ko'rinib, uni taloq qilib o'tib, qo'yib o'tib, boshqa yangidan yosh xotnagandek bilan bir ish endi bu. Bu haqiqiy da'vatchilarga, haqiqiy xizmatchilarga, oxiratni ko'zlaganlarga yarışırgan yol emas. Peygamberinin yolu bu emas. Şunun için özümüzün ko'n dostlarga alohida ahmiyet berishimiz, ularga beparvolik bilan muomala qilmasligimiz lozim. 6. Eng muhim bir nuqta nima desa, haqiqiy g'albining yo'li nima bilan bo'ladi desa, yaxshi amal bilan bo'ladi, nasab bilan emas. Bunu alohida diqqat qilish lozim. Ya'ni haqiqatan g'albi ustida, nijotlik ustida degan odam o'zining yaxshi amali bilan, qilayotgan xizmati bilan bu nijotlik erishadi. O'zininki ota-onasining qilib qo'ygan xizmati yoki ustozining qilgan xizmati bilan bu bugungi shaxs nijotlikka erishamaydi, g'albiga erishamaydi. Nuh alayhissalom o'zi payg'ambar bo'lsa-mu, bu payg'ambarning yo'liga ergashmagan o'zining o'g'li ve şundaqlı ayali Allah'ınki azabiga uçurdu. Bular devzak girdi, azap bilen halak oldu. Nima üçün dese, nesepnin paydası bu yerda yok. Nesepnin paydası yok. Ya okup kalgan ustazının paydası yok. Şunun için bizim bazı işimiz yok emas, halkımız işine, vay men palanda okugan, fustanda manda kıygan tem, minin atanam degen manda adam te, dep özünün atanısı bilen ya ustazı bilen faxrlanıp yaşaydigan özü men şularning yo'liga ergishib nima ish qildim, men qanchalik adam bo'ldim deb bu haqda izlanib yurmaydigan, o'zi beparvolik bilan yashaydigan mushundaq odamlar yo'q emas. Bu odamlar o'zining bu yomon axloqini tuzatish lozim. Bizning islom dinimizda nijotlikning yo'li har bir odamning o'zining qilayotgan amaliga bog'liq. Başka adamların qilib qo'ygan xizmatiga bog'liq emas. Shuning uchun bu haqiqatni hammamiz tunishimiz lozim. 7. eng muhim nuqta biz mushu Nuh alayhissalomning vaqaligidan, qissasidan oldigan ibrat nima desa, har qandaq bir ummatningki, har qandaq bir davlatning yiqilishining asosli sababi zulm ekanligi. Bu haqda biz alohida umidvor bo'lishimiz lozim. Her kandak bir millet, her kandak bir halk çokum zulüm bilen halak oldu. Şu Allah subhanahu ve taala Nuh aleyhisselam'ın ki kavmini, yani kafir boğan kavmini, zalim kavmini halak kıygandan ki ne dediyse ve qila bu'dan lil qavmiz zalimin. Allah'ın rahmetinin yıraqlık, Allah'ın azabı manmış zalimlar bolsun depço alahida yüzünün peygamberini qutqazganlığı bu peygamberge karşı çıkanlarını halak kıyganlığı bilen Allah subhanahu ve taala özünün nimetlerini büldüdü. Bularning harak buluşunun asas sebebini nima dedi? Fa'akhadhahum tufan ve hum zalimun. Bularning tufan azabı, bularning cezalidi, halak kıldı. Nima üçün dese, ular zalim bo'lganligi uchun. Ular zalim bo'lganligi uchun Allah subhanahu ve taala şuna ularni halak kıldı. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Yani bir ayette biz silden ilgiri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurgun halkını, nurgun yurt ehlini
zulm qilganlik sababi bilan cho nurg'unlarni halok qilib o'tdik dedi. Demak, zulm har qanday bir millatningki, har qanday bir davlatning yiqilishining asosiy sababi. Buningdan biz birinchi o'lab o'zimizning xizmatida, hayotimizda g'alaba qilishimiz uchun o'zaro zulmdan yiroq bo'lishning zarurligi. O'zaro erning ayol qilgan zulmi yoki balla qilgan zulmlar boyning kambag'alga, ish egasining o'zining qo'l ostidagi xizmatchilarga, do'stlarning birsi-birsiga ya sheriklarning birsi-birsiga qilinayotgan zulmlarning hammasi bizning nijotligimizni kechiktirishga, bizning texmu halimizning xarob bo'lishiga sabab bo'lgan yomon illatlar. Shuning uchun o'zaro zulm qilishni darhol to'xtatishimiz lozim. Zalimlar bo'lib qolsa, bularcha cho'qim tavba qilish lozim. İkinci, Allah subhanahu wa ta'ala zalimni halak kılman dedi. Nurgun ayette. Allah çokum mühlet birdo sel qarmaydı. Bu noktini alahide hemimiz bilişimiz lazım. Hemimiz hazır komünistlerin ne kadar zalim ikenligini bilimiz. Deyişimiz mümkün. Muşunda zulüm bop kitivatırın. Nimida buna tügeşmeydi ya dep kalışımız mümkün. Çokum bunu Allah subhanahu wa ta'ala bu zulümünü körep duruvatırı. Bu zulümünü bilip durdu. Allah subhanahu wa ta'ala çokum bunu ço halak kılıdı. Çokum bunun bir vakt girdi. Şun Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala nime degandiyse ve ka'iyyin min qaryatin amlaytu laha ve hiye zalime thumma akhadhtuha ve ilayyal masir. Nurgun zalim muşunda halkka men fırsat verdim. Mühlet verdim. Bu mühletni üzün tüzütmeyi zulmida davamlaştırıp meni vergen boğaçka ahir şu bulanı men ceza aldım. Hemmisini halak kıldım dep Allah subhanahu wa ta'ala kapırlağımı mühlet berdiğanlığı lekin ulanı şu boş koymaydiğanlığını Kur'an-ı Kerim'de neçe ayet şu alahidi bayan kıygan. Şunun için biz alahidi ümit var buluşumuz. Bu zalimnin komünistinin zulmüde ne kadar çekidin aşkallığı çokum bunun halaketininki bişareti. Bunu muşundak tunuşumuz lazım. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bir kavmini fakat kafir boğallık bilen halak kılıp etmeydi. Çünkü bu dünyada kafirim yaşaydıgan boğaçka adalet bolsa, insanlar birisi-birisinin hak hukuku hürmet kılış bolsa, nurgun kafir devletlerimi gülünüp yaşaydı, terakki kılıdı. Lekin kaçaniki zulüm buludiken, bu zulüm çoğu, bu devletninki veyran buluşuğa, halak buluşuğa birden bir sebepçi, küpürü ile koşulap çoğu zulüm. Şunun için biz ümit var halda, çokum Allah subhanahu wa ta'ala bu zalimni halak kılıdı. Bu zalim çekidin açtı, komünistler. Bu çekidin eşqa Allah razı bulmaydı diyen işence bilen turuşumuz lazım. Ve şundaklı üzümüzden şu zalimnin halak buluşuğa kulumuzdan kiladigan her kandak tırışçallıqni biz çıkırışımız lazım. Allah subhanahu wa ta'ala bizden hakiki ihlasni, umumi kuşumuzdan yetiştirişçallıqni bizden köge vakitta çokum bu zalimlarni Allah halak kılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni yuqori deyilgan ibrat darslarni hayatımızda örnek kılıp yaşashqa nisib qilsin. Bu zalimlarning halaketini pat yaqinda hemmimiz ko'rsatsin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illallah nastagfiruka va natubu ilayk.